Assalomu alaykum. K5 gibrid minaman degan akalarimiz uchun mana K5 gibrid panorama tom boridan. Mashinamizning narxi 5 million 300 ming won. 2012-yil 179 ming yurgan gibrid. Balonlari ham yaxshi holatda. Bitta nagara sal oynasi sal chizilib qolibdi. Buni kelib ko'rsalaring, oladigan bo'lsalaring, egasiga aytib to'g'irlattiramiz, xohlasa. Xo'sh. 5 million 300 ming won 2012-yil 179 ming yurgan K5 gibrid. Kelib test drive qilib bemalol ko'rasizlar. Balonlari oldi orqa hammasi yaxshi ekan. Eshik beskirish dastur bor. Xo'sh, elektronli sidina pamitlarigacha bor. Mashinamiz Black Box, IPS, panorama tom. Sidinalar sovutadi, isitadi. Start stop monitori bor. Xo'sh. Kruz kontrollari bor. Orqa sinasi isitadi. Koja sidina bemalol kelib mashinani ko'rasizlar. Bitta kamchiligi shu, o'ng tomonni oldi eshikda oynasida ozgina chizilib qolgan joyi bor ekan. Ichkaridan ham tashqaridan ham bemalol ko'rinyapti. Uni egasiga aytsak hal qilib beradi. Kelib bemalol ko'rasizlar. Bitta eshik almashgan joyi bor. Orqa eshigi o'ng tomon orqa eshigi almashgan ekan, nari taraf. Qolgan joyi yaxshi.